kichkinagina yengilliklarimiz kelgan, birin-ketinlikni ko'rsatamak. Agar sizlarga ham kerak bo'lsa, bemalol ko'rasizlar. Hop, birinchi keldi, atigi 15 ming so'm, kichkina 40 ming so'm xoncha. Xonchani yoshligini olib kelib qo'ydik. Temirlik kattasi ham bor. Chakishlar kerak bo'lsa chakishlar bor. Hop, yosh katter bor, shepsi, savdo atadigan, go'sht yumshatishga go'sht yumshatadigan borg'achalar, frezadigan, cho'pchiqlar, yerto'g'ich, qiyma qoliplar. Hop, pichoqni anaqa narsaga solib qo'ysanglar, akkuratli turadi. Hop, yechilardan qolib keldi. Mana yechib bor. Katta kichkina qilib bor. Qanaqa yechishini ko'rsataylik. Mana bunday yechiladi. Kattalashtir, endi kichkinalashtir. Mana, narxi 50 ming so'm turadi. Hop, yana yengilliklar nimalar bor? Hop, sitalar kelgan, mana tilla rangiga qaranglar. Neobычный chiqdi bor, qarang, mana rangini. Donasi atiga 12 ming so'm. Kichkinalar 12 dan boshlaydi, 12, 14, 16, 18 ga turadi. Nasatkalar e'tibor berib qo'yamiz. Liboy nasatkadan bor. Qirishda ham bor. Kichkina qasqolar ham keldi, mana so'raganlar. Mana kichkina qasqol. 130 ming so'm 4 ta listi bo'ladi. Bundan ham kichkinasini olib kelib qo'yganman. Qarayman, mana shu mini qasqol. Hop, bushni elada bor. Hamma narsa bor. Chorsu, Beshik bozor 10-do'kon. Bemalol kelaverasiz.